O'zbekiston Fanlar akademiyasining 80 yilligi munosabati bilan tayyorlanib efirga berib borilayotgan fan va tarix turkum ko'rsatuvlarimizning bugungi soni akademiyaning o'simlik moddalari kimyosi institutiga bag'ishlanadi. Ushbu ilmiy tadqiqot muassasasi 1956-yilda Fanlar akademiyasi kimyo instituti alkaloidlar laboratoriyasi negizida tashkil etilgan edi. Ushbu dargohda fanning ne darg'alari xizmat qilib, ilm-fan taraqqiyoti uchun alohida ishlarni amalga oshirishdi. Ko'rsatuvimizni kuzatib boring. Qolgan ma'lumotlarni ham sizga yetkazib boramiz. 1959-yildan 1983-yilgacha direktor bo'lib ishlagan O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, kimyo fanlari doktori, professor, mehnat qahramoni Sobir Yunusovich Yunusov 1930-yilda mana shu O'rta Osiyo davlat universitetiga o'qishga kiradilar. 1935-yilda diplom ishini bajarish uchun Moskvaga Butunittifoq kimyo farmatsevtika institutiga boradilar. U yerda alkaloidlar bo'limida Aleksandr Pavlovich Orexov degan akademik ishlardilar. Mana shu kishining qo'liga borib, o'sha yerda O'rta Osiyoda o'sadigan o'simliklarning bir qismida alkaloidlarni tekshirib, diplom ishini bajaradilar. Shundan so'ng Toshkentga qaytib kelib, yana bir qancha o'simliklarni olib, Moskvaga qaytib boradilar va u yerda aspiranturaga kiradilar. Aspiranturaga kirib, ilmiy ishlarni bajarib 1939-yilda nomzodlik dissertatsiyasini himoya qiladilar. Shundan so'ng 1941-yilgacha mana shu kimyo farmatsevtika institutida katta ilmiy xodim bo'lib mehnat qiladilar. Ikkinchi jahon urushi boshlangandan keyin Moskva mudofaasida ishtirok qilib yaralanadilar va yarador bo'lib 2 yil davomida Rossiyaning shaharlarida davolanib 1943-yilda Toshkent shahriga qaytib keladilar. Bitta narsani aytib o'tish kerak, o'zlarini aytib berganlari, undan keyin adabiyot manbalarida ham bu narsa bor. Bu kishi og'ir yarador bo'lganlardan keyin gospitalda oyog'ingizni kesib tashlash kerak degan doktorlar fikrni bildirganda Sobir Yunusovich aytgan ekanlar, men ruxsat bermayman oyog'imni kesishga. Sababi men kimyogarman. Yurmasam, men tajriba qilmasam, qanaqa qilib men ilmni rivojlantiraman, qanaqa qilib ishlayman deb ruxsat bermagan ekanlar. Mana shu inson 43-yilda qo'ltiq tayoqda Toshkentga qaytib kelib, shu 1943-yilda O'zbekistonda tashkil etilgan O'zbekiston Fanlar akademiyasi tarkibidagi kimyo institutida alkaloidlar kimyosi laboratoriyasini ochdilar. Fanlar akademiyasida bir qator institutlar bor. Nufuzi, ilmiy salohiyati bo'yicha xalqaro talablar darajasida to'g'ri keladigan institutlar. Shular qatoriga bizning institut o'simlik Fanlar akademiyasi o'simlik moddalari kimyosi instituti ham kiradi. Buni tarixi gapirilgan mana 1956-yildan va 57-yildan shu nom bilan o'simlik moddalari kimyosi instituti bo'lib faoliyat yuritib kelyapti. Asosan o'sha alkaloidlar kimyosidan boshlangan, keyin asoschisi butun dunyoga mashhur olim, akademik, mehnat qahramoni Yunusov Sobir Yunusovich. Hozirgi kunda bizning institutimizning nomi akademik Yunusov nomidagi o'simlik moddalari kimyosi instituti deb ataladi. Fanlar akademiyasi o'simlik moddalari kimyosi instituti o'simlik moddalari kimyosi, dorivor fitopreparatlar va o'simliklarni himoya qilish vositalarini yaratish bo'yicha yirik ilmiy tadqiqot muassasasi hisoblanadi.
Institut O'rta Osiyo o'simlik resurslarini amaliy o'zlashtirish, o'simliklardan yuqori raqobatbardosh xususiyatga ega bo'lgan jahon namunalariga javob beradigan dori vositalari ishlab chiqarishga katta hissa qo'shib kelmoqda. Alkaloidlar kimyosi bu o'simliklar tarkibida bo'lgan azot tutuvchi ishqoriy moddalarni alkaloidlar deyiladi. Mana shu o'simliklarda o'zini ma'lum bir fiziologik vazifalarini bajaradi. Shundan so'ng o'z atroflariga shogirdlarni yig'ib ishni boshlab yuboradilar hamda bir qancha katta ishlarni bajarib 1949-yilda doktorlik dissertatsiyasini himoya qiladi. Shundan so'ng 1952-yilda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasini akademik etib saylanib, hamda Fanlar Akademiyasini vitse-prezidenti etib tayinlanadilar. Mana shu davrda 43-yildan 56-yilgacha bo'lgan davrda bu laboratoriya katta muvaffaqiyatlarga erishadi. Bu to'g'rida ittifoqda, Moskvada, Leningradda va boshqa shaharlarda olimlar buni tan olishadi. Masalan, o'sha vaqtdagi SSR Fanlar Akademiyasining prezidenti Aleksandr Nikolayevich Nesmeyanov gap bo'yicha mana endi bundan buyon alkaloidlar kimyosi sohasidagi tadqiqotlar markaz Moskvadan Toshkentga ko'chdi. Ya'ni O'zbekiston Fanlar Akademiyasi shu alkaloidlarni o'rganish bo'yicha markaz bo'lib qoldi deb tan olishgan. Undan keyin 55-yilda Sobir Yunusov Syurix universitetida ma'ruza qilganlar Shveysariyada. Undan keyingi vaqtda Fransiyada Pasteur universitetida bo'lganlar, u yerda ma'ruza qilganlar mana shu alkaloidlar sohasida qilingan ishlar bo'yicha. Mana shu narsalar hammasi 1956-yilda bizning institutimizni tashkil bo'lishiga asos bo'ldi. 1956-yilda tegishli rahbariyatning qarori bilan hamda O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarori bilan mana shu o'simlik moddalari kimyosi instituti tashkil qilindi. Bu institut tashkil bo'lgan vaqtida 1956-yilda 5 ta laboratoriya bor edi. Mana shu 5 ta laboratoriya keyingi vaqtda 75-80-yillarga borib 18 taga yetdi. Va xodimlarning soni 600 taga yetdi. Va juda katta ishlar bajarildi. Bu alkaloidlar kimyosini o'rgana turib, Sobir Yunusov oldilariga maqsad qilib qo'ygandilarki, bu faqatgina bu alkaloidlarni o'rganishgina emas. O'simlik tarkibida juda ko'p moddalar bor. Masalan, glikozidlar, flavonoidlar, lipidlar, nuklein kislotalar, fosfor organik tutuvchi moddalar, oqsil moddalari va juda ko'p moddalar tashkil qiladi. Shularni hammasini o'rganib, kelajakda xalq xo'jaligiga shu bajarilgan ishlari qo'llash, tatbiq etish masalasini qo'ydilar. Shu maqsadda juda ko'plab laboratoriyalar tashkil bo'ldi. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, bitta laboratoriyadan mujassam qilib bir katta institut tashkil qilish o'sha paytlarda ayniqsa ancha murakkab ishlar bo'lgan. Lekin shu yo'nalishlar davlat talabiga javob bergani uchun demak dorivor o'simliklar, umuman o'simliklarning ichidagi moddalar nimalardan iborat? Ular o'simliklar faoliyatida qanday rol o'ynaydi va ularni inson hayotiga, jamiyatni hayotiga faol ta'sir qilish imkoniyatlarini o'rganish masalalari dolzarb bo'lgan. Shuni asosida domla Sobir Yunusov turli laboratoriyalarga o'zlarining shogirdlarini rahbar qilib qo'yib, sekin-sekin institut rivojlana boshlagan. Oldin o'sha botanika laboratoriyasi tashkil bo'lgan, alkaloidlar kimyosi laboratoriyasi, keyin glikozidlar va shunga o'xshab tabiiy birikmalarni har xil sinf moddalariga uni strukturani o'simlikdan ajratib olish, strukturasini o'rganish
va uni asosida maqolalar chop qilish va undan keyin struktura, bu tuzilishi faollikka qanday ta'sir qiladi? Bu asosiy ish. Demak, modda, olingan modda nimadan iborat? Strukturasi va faolligi, aktivligi bilan qanday bog'liqligi bor? Uni bog'liqligi bo'yicha alohida farmakologiya bo'limi tashkil qilingan. Demak, o'sha paytda hayvonlarda, sichqonlarda, kalamushlarda uni faolligi, olingan sof moddani ta'sir qilishi, zaharliligi o'rganiladigan toksikologiya laboratoriyasi va faolligini o'rganadigan farmakologiya bo'limini tashkil qilgan. Buni bo'limni tashkil qilishiga ham juda ko'p qarshilikligi bo'lgan. Sababi chunki buni Sog'liqni saqlash vazirligida qilaylik farmakologiya bo'limini degan gapni domla o'zlarining qarorlari turib davlat rahbarlariga chiqib shuni asoslantirib berganlar. Chunki olinayotgan moddalar kundan kunga ko'payib boryapti. Ularni bevosita shu laboratoriya bo'lsa chuqur tahlil qilish imkoniyatimiz kengayadi degan ma'noda shu bilan rahbariyati, respublika rahbariyati, soyuz rahbariyati imzosi bilan shu laboratoriya tashkil bo'lgan. Undan keyin yana bir qiziq joyi, domla aytdilarki, biz bu ishlarni hammasini tarixda mana maqolalar qilyapmiz. Yangi strukturalar, alkaloid bo'ladimi, glikozid bo'ladimi, flavonoidlar bo'ladimi, murakkab efirlar bormi, yo bo'lmasam shularning asosida modifikatsiya qilish yo bo'lmasam sintetik birlashmalarni, birikmalarni olish bo'yicha alohida laboratoriyalar bor. Bularni hammasini o'rganyapmiz, faoliyatini maqola qilyapmiz, lekin xalqimizga bu manfaati nima bo'ladi? Olimlar mayli, manfaat bor, maqola chiqyapti, yangiligi instituti tomonidan mustahkamlanib qo'yilyapti, patentlar olinyapti, lekin amaliyotga tatbiq qilish kerak. Uni amaliyotga tatbiq qilish uchun demak bizda boyagi mujassam kompleksga texnologik laboratoriyani ham tashkil qilish kerak ekan degan buni 65-66-yillarda texnologiya laboratoriyasi paydo bo'lgan. Demak, olimlarimiz, botanik olimlarimiz olib kelgan dori o'simliklarni kimyogarlar uning ichidagi moddani, faol moddani ajratib olib, strukturasini tasdiqlab, zamonaviy tahlil uslublari bilan keyin faolliklarini o'rganib, xavfsizligi va faolligini o'rganib, istiqbollilarini demak texnologik laboratoriyada katta hajmda olishni, texnologik murakkab texnologik jarayonlarni ilmiy izlanishlar asosida yaratish. Shu tufayli bir kompleks konveyer tuzum paydo bo'lgan institut. O'zbekiston ilm-fani tarixida alkaloidlar kimyosi laboratoriyasining yutuqlari 1956-yilda yangi institut tashkil qilish masalasini ko'tarib chiqishga asos bo'ldi. Alkaloidlar kimyosi laboratoriyasida ko'p sonli yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashdagi yutuqlar institut tadqiqotlariga yangi yo'nalishlarni kiritishga asos bo'ldi. 60-70 yillarda institutimizda fizik usullar bilan tadqiq etish laboratoriyasi, o'simliklarni terib olib kelish uchun, ularni o'rganish uchun shifobaxsh va texnik o'simliklar laboratoriyasi, oqsillar kimyosi laboratoriyasi, lipidlar kimyosi laboratoriyasi, nuklein kislotalar kimyosi laboratoriyasi, fosfor tutuvchi organik moddalar texnologiyasi kimyosi laboratoriyasi va boshqa ko'plab laboratoriyalar tashkil etilib, men yuqorida aytganimdek, shu laboratoriyalar soni 18 taga yetdi. Shu bilan bir qatorda Sobir Yunusovich mana shu alkaloidlarni, glikozidlarni o'rganishga bosh bo'lib yurgan vaqtlarida juda ko'p moddalar foydali tomonlari aniqlandi, xususiyatlari, xossalari aniqlandi. Ya'ni o'sha alkaloidlarni, glikozidlarni tibbiyotga qo'llash, amaliyotga qo'llash ishlari bajarildi va shu vaqtda o'lka tibbiyot instituti bo'lardi. U yerda akademik To'raqulov, Yorqin Xolmatovich rahbar bo'lganlar. O'sha yerda tibbiy o'simliklardan
ajratib olinadigan moddalarni farmakologik nuqtai nazardan, tibbiy nuqtai nazardan o'rganadigan laboratoriya bor edi. O'sha yerda bu narsalar hammasi sinab ko'rilgan. Lekin o'sha vaqtda Sobir Yunus qarori kelganlarki, boshqa bir tashkilotda bu narsalarni sinab o'rganishdan ko'ra shu o'zimizda shu laboratoriyani tashkil qilish kerak deb 1960-yilda farmakologiya va toksikologiya laboratoriyasini tashkil qildilar. O'shandan birin butun institutimizda chiqqan preparatlar, moddalar sinovlari, klinik oldi sinovlari hammasi mana shu laboratoriya orqali o'tib, hozirgi vaqtga 60 dan ko'p preparatlar shu tibbiyotga tatbiq qilingan, juda ko'plari sanoat miqyosida ishlab chiqarilgan va xalq xo'jaligida, tibbiyot olamida insonlarni sog'lig'ini saqlash uchun xizmat qilmoqda. Sobir Yunusovich institutga 1983-yilgacha rahbar bo'ldilar. Bu davrda katta muvaffaqiyatlarga erishildi. Ilmiy tadqiqot muassasasi O'zbekiston, Markaziy Osiyo va boshqa hududlardagi o'simliklardan 2200 dan ziyod tabiiy birikmalar va o'simlik oqsillarining kimyoviy tuzilishi, vaksinalar olish hamda fitogormonlar ta'sirining mexanizmi o'rganildi. Yurtimizda yo'nsa Markaziy Osiyo davlatlaridan dorivor o'simliklarni olib kelish, uning ichidagi moddalarni ajratib olish, faolligini o'rganish, uni fundamental asoslari, struktura aktivligini o'rganish va undan so'ngra uni amaliyotga tatbiq qilish. Bu haqiqatdan mukammal kompleks tizim bo'lgan. Shuning asosida institut olimlari tomonidan sog'liqni saqlash tizimiga 35 dan ortiq amaliyotga tatbiq qilingan dori vositalar, dori preparatlari yaratilgan va xalqimiz tabobatida, meditsinada ishlatib kelinyapti. Endi yo'nalishlar bo'yicha mana o'sha diterpen alkaloidlarni o'rganish 70-yillarga borganda juda katta mavzularga aylangan. Chunki u paytda diterpen alkaloidlar chet el olimlarini ilmiy izlanishlari bo'yicha aritmogen, demak aritmiyani chaqiruvchi xususiyatga ega degan fikr bo'lgan va bular tasdiqlanib kelingan. Ana endi bizni olimlarimiz shu bo'yicha diterpen alkaloidlari bo'yicha kimyogar alkaloidlar kimyosi olimlari o'rganish davomida farmakologlarni bo'lishi oqibatida uni dozasini haqiqatan aritmogen xususiyati katta, lekin beradigan miqdorini kamaytirsa o'sha aritmiya, yurakda o'sha hayvonlarda bo'layotgan yurak urishini notekisligini tekis bir me'yorda urish xususiyati borligi aniqlangan. Bu juda bir katta yangilikka olib kelingan, avtorlik guvohnomalari olingan va shuni asosida eng mukammal dorilardan biri hozir paytgacha qo'llanib kelinayotgan dori o'sha alapinin dorisi ishlab chiqarishga tatbiq qilingan. Hozirda ham nafaqat O'zbekistonda, balki Rossiya davlatida ham ma'lum bir eksport salohiyatiga ega boyagi texnologiya laboratoriyasi asosida undan keyin ishlab chiqarishni ham tashkil qilganmiz. Bu tarixda o'sha 83-84-yillarda shu ishlab chiqarish ham qilish kerak degan fikr kelgandan keyin men 85-yilda o'sha yangi tashkil bo'lgan tajriba ishlab chiqarish korxonasiga ham rahbar bo'lib ishlaganman. O'sha yerda himoyadan keyin mana bularni amaliylashtirib, amaliyotga tatbiq qilish masalalari ko'rib chiqilgan. Bu aytilgandek tarix juda qiziq. Yo bo'lmasam egdisteron moddasini oladigan bo'lsak, birinchi shu bo'yicha uni adaptogen xususiyatlarini bizni olimlarimiz, farmakologlarimiz va glikozidlar kimyosi laboratoriyasi olimlari o'sha paytdagi mashhur Fanlar akademiyasi muxbir a'zosi Nol Kadirovich Abubakirov boshchiligidagi laboratoriya olimlari, Mark Borisovich Gorovich,
professor o'shalar bilan birgalikda qilingan ish. Institut olimlarining sa'y-harakatlari, kimyoviy va farmakologik tadqiqotlar natijasida 60 dan ortiq dorivor moddalar, 30 dan ortiq preparatlar ishlab chiqarish texnologiyasi yaratildi va tibbiyotda keng qo'llanilishga tavsiya etildi. E'tiborli tomoni shundaki, institutda boshqa institutlarda uchramaydigan bir asosiy jihatlardan bittasi institutda ilmiy, amaliy hamda innovatsion faoliyatlar konveyer holda olib boriladi. Bu degan so'z, ular laboratoriyalar boshqa joyga murojaat qilinmasdan bir-biri bilan uzviy, ilmiy, amaliy bog'langan holda ularning faoliyati borib oxir-oqibat o'sha bizda farmakologik tadqiqotlar, undan keyin texnologik jarayonlardan o'tkazib, undan keyin tegishli me'yoriy texnik hujjatlar tayyorlanib, ishlab chiqarishga joriy qilish bilan yakunlanadi. Ya'ni barcha shu o'simlik terib kelishdan boshlab, botaniklarimiz terib kelishdan boshlab, toki o'sha asosiy o'simlik tarkibidagi dori vositalarimizni ishlab chiqarishga tibbiyot bo'ladimi, qishloq xo'jaligi bo'ladimi, joriy qilinishgacha shu institut ichida amalga oshiriladi. Mana bu bizning institutimizning katta yutuqlaridan bittasi hisoblanadi. Mana bunday yutuqlarga erishishimizda o'sha paytda ishlayman qariyb 56 yil bo'lsa, demak deyarli 60-70 yilga yaqin davr davomida juda ko'p tarixiy, ilmiy nuqtai nazardan bosqichlarni bosib o'tgan. Bu yerdagi o'sha laboratoriyalarda har bittasi o'zining faoliyati bor. Men o'zim shaxsan bu laboratoriya ichidan institutda asosiy yo'nalishlardan biri bor. Bu qishloq xo'jaligi uchun sintetik dori vositalarini yaratish. Ustozimizdan keyingi institutimizda direktor bo'lgan ustozlardan biri Hamdam Nig'matov Aripov tomonidan sintetik preparatlar texnologiyasi laboratoriya kashf qilingandan keyin, taklif etilgandan keyin bu bizda, ya'ni men o'zim organik sintez laboratoriyasida ishlab kelganman shu paytgacha. Men hozir oxirgi 2 yil davomida institutning ilmiy ishlari bo'yicha direktor muavini faoliyat olib boryapman. Bizdagi ustozlarimiz o'sha 56-60-yillarda avvalambor akademik Sukrivanik olimimiz o'sha organik sintez laboratoriyasiga asos solganlar. Shu 56-yilda, 62-yilda bo'lgan voqea bular. O'sha 62-yildan keyin bu laboratoriyamiz tarkibida gerbisidlar bo'yicha, ya'ni o'simliklar, mana bilasizki, biz O'zbekistonimiz o'sha asosiy yo'nalishlardan yana bittasi qishloq xo'jaligi hisoblanadi. Tabiiyki, qishloq xo'jaligida har xil ekinlar ekiladi. Bu yerdagi o'sha zararli hasharotlar bor, begona o'tlar bor. Ularga qarshi kurash hozirgi paytda zamon talabi. Endi tarixga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, o'sha paytdagi yaratilgan fungisidlarimiz, gerbisidlarimiz yoki bir boshqa dori vositalarimiz, bular o'sha paytdagi zamon talabiga mos bo'lgan. Sobiq Sho'rol davrida ishlab chiqarilgan o'sha dori vositalari gektariga kilolab, 10 kilolab, 8 kilo, 15 kilolab ishlatilgan va shunga ruxsat berilgan. Hozirgi paytda fanimiz taraqqiy etishi yuzasidan olimlarga erishilayotgan muvaffaqiyatlarga biz ko'z tashlaydigan bo'lsak, hozirgi paytda endi grammlarda ishlaydigan, juda kichkina dozalarda ishlaydigan dori vositalariga ehtiyoj sezilmoqda. Bu butun dunyodagi hozirgi paytdagi shu sohada ilmiy faoliyat olib borayotgan barcha olim hamda mutaxassislar oldiga qo'yilgan asosiy dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. 1965-1975 yillarda institut tarixida yangi yo'nalishlardagi ishlar olib boriladigan laboratoriyalar tashkil topdi. 1980-1985 yillarda tajriba ishlab chiqarish korxonasi va sintetik preparatlar texnologiyalari kabi yo'nalishlarda ham laboratoriyalar tashkil etildi. Tabiiy hamda sintetik yo'nalishda ishlaydigan preparatlar laboratoriyalarini ajratib olgan, sintez qilgan moddalarning tuzilishini o'rganish uchun kerak bo'ladigan fizik tadqiqot uslublari laboratoriyasini tashkil qilingan keyinchalik. Bu laboratoriya asosan o'sha hamma laboratoriyalarning asosini tashkil qilib, ajratib olingan, sintez qilingan moddalarning molekula tuzilishini tasdiqlaydigan laboratoriya. Keyinchalik institutimizga kerak bo'lganki, o'sha ajratib olingan, sintez qilingan moddalarning biologik faolliklarini, farmakologik faolligi, ularning zaharliligini o'rganish uchun yana bitta yo'nalish ochish kerak bo'lgan. Bu ham bo'lsa, mana farmakologiya, toksikologiya bo'limini tashkil qilishiga asos bo'lgan.
o'sha ajratib olingan o'simliklardan sintez qilingan moddalarning aktivligini, zaharliligini o'rganish bilan shug'ullanadigan farmakologiya, toksikologiya bo'limi tashkil qilingan. Mana hozirgi kunda o'sha bir qancha preparatlarni klinik oldi sinovlarini o'tkazishda o'z o'sha ishtirokini bajarib kelyapti. O'sha hammasi unda bosqichma-bosqich tashkil qilinganda, lekin asosida mana shu hozir gapirib o'tgan alkaloidlar laboratoriyasi yotadi. Uni o'sha ustozimiz Sabir Yunusovich Yunusov akademik asos solib o'sha ochgan. Mana bitta mana shu yo'nalishda men hozir lipidlar kimyosi laboratoriyasiga mudir bo'lib ishlayman. Mana shu lipidlar kimyosi laboratoriyasini ham mana 56-yil mana shu alkaloidlar laboratoriyasiga asos solingan bo'lsa, 60-yilga kelib o'sha Sabir Yunusov hamda uni o'sha hamkasblaridan bo'lgan mana shu Aleksandr Lvovich Markman asos o'sha birgalikda hamkorlikda mana shu lipidlar kimyosiga asos solgan. O'simliklar tarkibida birlamchi, ikkilamchi metabolitlar bor. O'sha ikkilamchi metabolitlardan alkaloidlar, terpenoidlar, fenol birikmasi bo'ladigan bo'lsa, birlamchi metabolitlarga o'sha lipidlar kiradi, yog' kislotalari. Mana shu olib kelingan, o'rganiladigan o'simliklarni xomashiyolari tarkibida lipidlar albatta bo'ladi. Mana shu lipidlarni ham biza tadqiq qilaylik. Kelajakda mana shu asosida ham biror bir biologik faol qo'shimchami, preparatni yaratishni o'sha maqsad qilib qo'ygan hamda shu laboratoriyaga ham asos solgan. Institut tashkil etilgandan bugunga qadar xorijiy ilmiy tadqiqot muassasalari bilan ham aloqalari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda o'zining barcha standartlariga javob beradigan tajriba sanoat korxonasiga ham ega. Sabir Yunusov shogirdlari, misol uchun professor Abdazimov, professor Shakirov, professor akademik Aripov, professor Umarov, shunga o'xshagan qator olimlar o'zini yaratgan ilmiy yangiliklari uchun davlat tomonidan yuqori baholanib, ularning ilmiy ishlari yuqori baho olgan. Undan keyingi avlodlarda ham xuddi shu an'ana davom ettirib turibdi. Ustoz shogird muammolari haqiqatdan iqtidorli olimlarga, yosh shogirdlar, yosh olimlar kelish juda kuchaygan. Hozirgi paytda mana bizni Shiguli gazetlar kimyosi laboratoriyasidagi zamonaviy kompyuterli texnologiya asosida drug dizayn masalalari bo'yicha Amerikadagi o'zimizni bitirib ketgan professor Rasulov Baxtiyor katta bir ilmiy laboratoriyasi bilan hamkorlikda ilmiy izlanishlar olib borilyapti. Bu bo'lmasa mana Germaniyada mana boyagi ilmiy ishlarimiz bo'yicha muovinimiz u yerdagi Gumboldt fondidan mukofotni yutib, u yerda 3 yil ichida 18 oydan ko'p stajirovka o'tib keldi o'zining yo'nalishi bo'yicha. Xitoydagi Xinjiang instituti bilan hamkorligimiz juda kuchli. Shuni asosida ma'lum bir jihozlarni qo'shma laboratoriya tashkil qildik. Demak, fandagi o'sha nafaqat O'zbekiston uchun, bo'lmasa umuman olganda fandagi o'sha tabiiy birikmalar kimyosi yo'nalishidagi dolzarb muammolarni hamkorlikda ishlash imkoniyatimiz kuchaydi. Bu bo'yicha qo'shma laboratoriya qildik. Bular ham jihozlar bo'yicha ancha yordam berdi. Bular hammasi bunday olib qarasak, tarixda o'sha ustozlarni institut asoschilari qilgan ishlarni yana bir yangi cho'qqiga olib chiqish imkoniyati ko'paygandan dalolat beradi. Mamlakatimiz tibbiyot amaliyotida dori vositalariga bo'lgan sifat talablarini oshishi natijasida yangi xalqaro dunyo standart talablariga javob beradigan dori vositalarini ishlab chiqarish sanoat qurilmalarini yaratish bo'yicha institutimizda katta ishlar olib borildi. Buning natijasida institutimizda ishlab chiqarilishi mo'ljallangan yangi dori vositalari substansiyalarini xalqaro dunyo standart talablariga javob berish darajasida ishlab chiqarish uchun mana shu qurilmalarni taxminan bir 10 yil atrofida qurib bitkizdik. 20-yillardan boshlab shu
dori vositalarini substansiyalarini xalqaro standart talablariga javob beradigan darajada ishlab chiqarishini yo'lga qo'yib, mana bu yil 23-yili shu instimizda yaratilgan dori vositalarining substansiyalarini standart dunyo talablariga javob berish sertifikatini qo'lga kiritdik. Hozir bizda shu sertifikat bor. Mana shu korxonamizning yangi yaratilgan korxonamizda yaratilgan dori vositalarini tibbiyot amaliyotiga tatbiq qilishda nafaqat respublikamizda, balki chet ellarga eksport qilish imkoniyatlari уже mavjud bo'ldi. Hayotimiz jarayonlardan iborat. Har bir sohaning o'z jarayoni bor. Tibbiyot sohasi vakillarining ish jarayoni insoniyat salomatligiga, o'qituvchi va murabbiylarning kasbiy faoliyati esa ta'lim-tarbiya taraqqiyotiga xizmat qiladi. Biz jurnalistlarning kasbiy faoliyatimiz axborot oqimi tezkorligi va muhimligiga xizmat qilsa, olimlarimizning kasbiy faoliyati va ish jarayoni butun millat taraqqiyotiga xizmat qiladi. Shunday ekan, fan va tarix ko'rsatuvining har bir soni muhim ahamiyatga ega deb o'ylaymiz va har bir ko'rsatuvimizda fanning muhim jarayonlari, tarixning nozik jihatlarini sizga yetkazishga harakat qilmoqdamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.